Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz daily routine, ya'ni kundalik qilinadigan ish harakatlarini ko'rib chiqamiz. Demak, biz fe'llarimizni 3 ga bo'lib olamiz. In the morning ertalab qilinadigan ish harakat, in the afternoon kunduzi qiladigan ish harakat hamda in the evening kechki payt qilinadigan ish harakatlarga bo'lib oldik. In the morning wake up uyg'onmoq, get up o'rindan turmoq, wash face yuzni yuvmoq, get dressed kiyinmoq, eat breakfast nonushta qilmoq, leave home uyni tark etmoq, go to school maktabga bormoq, go to work ishga bormoq. In the afternoon kunduz kuni study o'qimoq, work ishlamoq, eat lunch tushlik qilmoq, use a computer kompyuterdan foydalanmoq, check emails emaillarni tekshirmoq, take a break tanaffus olmoq, talk to colleagues hamkasblar bilan gaplashmoq, talk to friends do'stlar bilan gaplashmoq. Keyingi qator fe'llarimiz in the evening, ya'ni kech payt qilinadigan ish harakatlar. Come back uyga qaytmoq yoki come home, cook dinner kechki ovqat tayyorlamoq, eat dinner kechki ovqat yemoq, relax dam olmoq, take shower dush qabul qilmoq, read a book kitob o'qimoq, go to bed bu yotishga bormoq, fall asleep uxlab qolmoq. I go to bed men uxlashga yotaman, I fall asleep men uxlab qolaman va hokazo. Demak, bu ish harakatlarni ta'riflayotganingizda vaqtini ham ko'rsatib ketmoqchi bo'lsangiz at predlogini ishlatamiz. Ya'ni I get up at 7 o'clock misol uchun. Okay?